Oltin to'pni qo'lga kiritgan birinchi va yagona darvozabon Lev Yashin haqida nimalarni bilasiz? Yashin 1929-yil Rossiyaning Moskva shahrida tug'ilgan. Butun faoliyatini Dinamo Moskva jamoasida o'tkazgan. Dastlab Yashin xokkey o'ynagan va keyinchalik futbolga kirib keladi. Faoliyati davomida 800 dan ortiq o'yin o'tkazgan. Uning darvozasiga umumiy 150 dan ortiq penalti belgilangan va e'tibor qiling 80 dan ortig'ini qaytargan. Bu har ikki penaltidan bittasini qaytargan degani. Uning bu salohiyatidan muxlislar qora o'rgimchak deb ham nom berishgan. 1963-yil Yashin oltin to'p sohibi bo'ldi. Futbol qiroli deyiladigan Pele bilan bir davrda Yashin oltin to'p qo'lga kiritdi. Bunga sabab o'sha mavsum Yashin 6 ta gol o'tkazgan xolos. Yevropa chempionatida ham ajoyib seriya qayd etgan. 1956-yildan 66-yilgacha Sovet ittifoqida ketma-ket 11 marotaba yilning eng yaxshi darvozaboni bo'lgan. Keyinchalik esa Igor Manchesterning ham eng yaxshi darvozaboni e'tirofini oladi. Shu kabi qiziqarli kontentlar uchun obuna bo'lishni